Sizlar bilan bugun men Yeti Gaming yuz bo'laman. Bugun men sizlarga lift yasashni o'rgataman. Uning uchun biz shunday bir qatorli qilib blok qo'yib olamiz. Keyin pastiga shu blokni qo'yib suv qo'yib chiqamiz asta. Bu uylar uchun juda foydali Minecraftdagi. Bunda keyin so'ng qorlarni shu tarzda suv kabi qo'yib chiqamiz. Qo'yib bo'lgandan keyin oxirida to'xtab qoladi. Shuni yo'qotish uchun bitta suv quyasizlar. Keyin blokni bunday qo'yib turib buzib olsanglar, mana tayyor lift. Uylar uchun juda yaxshi narsa bu. 1 dan 10 gacha baho beringlar bunga. Mana resulti. Tez olib chiqib qo'yadi. Yana shart qoldiringlar kommentda.